bu qo'rqinchli video emas-ku. Uzr asli hayajonlanganimdan qo'rqinchli muzga qo'yib qo'yibman. Xo'sh, qarashday, bu kanal qanaqa kanal ekanligini men sizlarga bir boshidan tushuntirib bersam, bu judayam uzun bo'lib ketadi. O'shaning uchun men sizlarga judayam qisqa va lo'nda qilib tushuntirib bersam, bu kanal Hackerning 3-kanali. Mening bu gaplarimdan keyin bitta ikkita befarosat kommentimga kirib olib, asabimni buzadigan gaplar, ya'ni yokida degan so'zlarni ishlatmasdan, asabimni buzmasdan, iltimos qilaman, buzmasdan normalniy gaplarni yozib qo'yishingizni iltimos qilaman. Ha, va yana bir gap, shu videoga 10 dona like to'plab bersanglar, shu kanalda Herobrine haqidagi qo'rqinchli faktlar videosi chiqadi. Buning uchun sirazi pastga tushib like bilan obunani bo'lsanglar. Men esa ketdim. Mana bu gaplarimdan keyin yana o'ylab qolmanglar, yana fake hacker hamma kirib olib, sovunni olib